15-savolda hop qavsning ichidagi har bitta ifodada 4 va 3 ildizlar ishtirok etgani uchun ularni har bittasini 12-ildizga keltirish mumkin. Ya'ni 32 ni 2 ni 5-si ichkariga ko'pinchi ildizga 2 ni 15-si va 2 ni 6-si ko'pinchi ildiz ichiga 2 ni 18-si va 2 ni ichkariga 2 ni 4-si bo'lib kirsa 12-ildizosida 2 ni 17-si plus 12-ildizosida 2 ni 17-si va minus 3 ta 12-ildizosida 2 ni 5-si. Bu ikkalasini yig'indisi 4 ta 12-ildizosida 2 ni 5-si minus 3 ta 12-ildizosida 2 ni 5-si va natijada 12-ildizosida 2 ni 5-si hosil bo'ladi. Hop. Endi buni mana bu 3 taqsim 12-ildizosida 2 ni 5-siga ko'paytiradigan bo'lsak, mahrajlar qisqarib ketib, natijasi 3 ga tengligi kelib chiqadi. C varianti. 16-savolda ikkala modulli tenglamalar berilgan va bir-biriga bog'liq qilib, 3 ni ichkariga olib kiradigan bo'lsak, modulda 3x minus 15 barobar y minus 4 ga, ya'ni 7 minus y imiz barobar 15 minus 3x ga. Bundan ko'rinib turibdiki, 15 minus 3x imiz 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak, ya'ni tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lishi uchun va 5 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak x. Hop, endi suratdagi, ya'ni birinchi tenglama bilan ikkinchi tenglamani bir-biriga tenglashimiz mumkin, chunki modul farq qiladi xolos. 7 minus y barobar y minus 4 ga teng deb 7 minus y imiz y minus 4 ga teng. Bundan 4 ni yoqqa olsak 11 barobar 2y, y barobar 5,5 kelib chiqadi. Buni y minus 4 ni o'rnini almashtirib ishlaydigan bo'lsak, y lar qisqarib ketadi. 7 teng 4 degan tenglik ifoda hosil bo'ladi. Uni ishlashimiz shart emas, ya'ni bo'shda bilan bo'lib qoladi. Y 5,5 bo'ladigan bo'lsa, endi yuqoridagi tenglikka, ya'ni birinchi tenglamaga qo'yib qo'ysak, modulda 3x minus 15 barobar 1,5 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, 3x minus 15 bundan 1 marta 1,5 o'ziga 1 marta minusdan 1,5 ga tenglik kelib chiqadi. Bundan x barobar 5,5, bundan x barobar 4,5 kelib chiqadi va mana bu shart asosiga tushadigani bu bo'sh to'plam bunisi qanoatlantiradi. Demak, x 4,5 ga, y 5,5 ga teng. 4,5 minus 5,5 taqsim 3 barobar minusdan 1 taqsim 3. C variantiga to'g'ri keladi. 17-savolda logaritmik ifodani berilgan. Bu tenglikdan mana buni keltirib chiqarishimiz kerak. Demak, buni o'zini soddalashtirib olamiz. Logaritm AB asos ko'ra A barobar n ga teng. Logaritm A asos ko'ra AB 1 taqsim n ga va bundan ko'rinib turibdiki, 1 qo'shilgan logaritm A asos ko'ra B imiz 1 taqsim n ga. Va bundan kelib chiqadi logaritm A asos ko'ra B imiz 1 minus n taqsim n ga tengligi kelib chiqadi. Yoki logaritm B asos ko'ra A imiz n taqsim 1 minus n ga tengligi kelib chiqadi. Bu ikkala tenglik bizga kerak bo'ladi. Ana endi keyingi ifodani, logaritmik ifodani soddalashtirishga harakat qilamiz. Logaritm AB asos ko'ra ko'pinchi ildizosida B minus logaritm AB asos ko'ra ildizosida A va bu barobar 1 taqsim 3 logaritm AB asos ko'ra A B minus 1 taqsim 2 logaritm AB asos ko'ra A barobar. Hop, mana bu o'zi n ga teng. Endi buni o'zini teng soddalashtirib chiqamiz. 1 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim logaritm B asos ko'ra A qo'shilgan 1. Hop, 1 taqsim 3 ko'paygan. Mana bu tenglikka olib kelib qo'yadigan bo'lsak, B taqsim A o'rniga ifoda, demak 1 minus n taqsim n minus plus 1 minus n ga tenglik kelib chiqadi va ayrilgan 1 taqsim 2 n imiz bor barobar. Hop, n lar qisqarib ketdi. 1 minus n taqsim 3 ayrilgan n taqsim 2. Bunga 2, bunga 3 bersak 2 minus 2n minus 3n taqsim 6, ya'ni 2 minus 5n taqsim 6 ga teng ifodaga ega bo'lamiz. Hop, 18-savolda
Hop, funksiya berilgan va mana bu tenglamani katta ildizining butun qismini toping. Funksiyani ko'rinishini o'zimizga moslab olamiz, ya'ni x plus 7 ni kvadratidan 7 ni ayirmasiga teng bo'ladi. Fximiz esa x o'rniga buni qo'yadigan bo'lsa, x plus 7 ni kvadrati ayrilgan 7 va plus 7 ni kvadrati ayrilgan 7 ga teng. Ya'ni 7 lar sarf ketsa, x plus 7 ni 4-darajasidan ayrilgan 7 shu teng 0 bo'lishi kerak. X plus 7 ni 4-si barobar 7 va bundan kelib chiqadi x barobar plus minus 4-ildiz osti 7 ayrilgan 7. Katta ildiz bu yerda albatta plusligi bo'ladi, ya'ni x barobar 4-ildiz osti 7 minus 7. Son o'qida 4-ildiz osti 7 miz 1 dan katta va 2 dan kichkina. Bundan 7 ni ayiradigan bo'lsak, demak, hop, minus 6 dan katta va minus 5 dan kichkina bo'lgan son, ya'ni mana bu yerda 4-ildiz osti 7 minus 7 bor. Demak, uning butun qismi minus 6 ga tengligi kelib chiqadi. 19-savolda, hop, 0 pi oralig'ida nechta yechim bor bu tenglamani? Hop, shuni sinus x ga ko'paytirib bo'lib yuboramiz. Yoki ko'paytirib yuborsak o'zi yetadi. U tenglik bu tomoniga sinusni ham ko'paytirdik. Va 16 ni bu yoqqa mahraj qilib bersak, shunda hop, tenglamamiz sinus 16 da sinus x, kosinus x, kosinus 2x va kosinus 4x, kosinus 8x barobar sinus x ga teng. Mana bu tenglik sinus 16x barobar sinus x ni beradi va bir tarafga olib o'tsak, va sinus 16x minus sinus x teng 0. Ya'ni buni ko'paytmaga o'tadigan bo'lsak, 2 ta kosinus 15x taqsim 2 va sinus 17x taqsim 2 teng 0. Demak, kosinus 15x taqsim 2 teng 0 dan 15x taqsim 2 barobar pi taqsim 2 qo'shilgan pi k 2 ga ko'paytirib 15 ga bo'lib yuborsak, x barobar pi lar qisqarib ketdi. Hop, hozir qisqarmaydi. Pi ni qisqartirmasdan turib oraliqqa qo'yamiz. Keyin bunga 2 berib 15 ga bo'ladigan bo'lsak, pi taqsim 15 qo'shilgan 2 pi k taqsim 15 ga teng. Endi buni 0 pi oralig'iga qo'ysak, 0 dan katta yoki teng pi taqsim 15 plus 2 pi k taqsim 15 kichik yoki teng pi. Hop, minus pi taqsim 15 dan katta yoki teng 2 pi k taqsim 15 kichik yoki teng 14 pi taqsim 15. Hammasida 15 dan qisqartirib pi ga bo'lib yuborsak, minus 1 dan katta 2k kichik yoki teng 14. Minus 1 taqsim 2 dan katta yoki teng k kichik yoki teng 7. Bu oralig'ida demak bizda 8 ta ildiz bor. Hop, endi ikkinchi tomoni sinus. Hop, sinus 17x taqsim 2 sinus 17x taqsim 2 teng 0. Bundan 17x taqsim 2 barobar pi k va x barobar 2 pi k taqsim 17. 0 dan katta yoki teng 2 pi k taqsim 17 kichik yoki teng pi. 17 ga ko'paytirib 2 bo'lib yuborsak, 0 dan katta yoki teng k kichik yoki teng 8,5. Bu yerda esa 9 ta ildiz bor. Demak, 8 taga 9 ta jami 17 ta ildiz bor. 20-savolda hop, quyidagi shaklda ABCD romb berilgan. 10 ga teng bo'lgan kichik diagonal A setining davomida A nuqta olingan va C 4 ga teng bo'lsa, B kesmani toping deyilgan. BD diagonalni ham o'tkazib olamiz, ya'ni mana bunday. Va bu bizda bu yer 5 ga, bu yer 13 ga tengligidan mana bu Figor teoremasida 13 kvadratdan 5 kvadratni ayirsak, bu yer 12 ga tengligi kelib chiqadi, ya'ni bu yer ham 12 ga teng. Ana endi mana bu E va diagonal kesgan nuqtani O deb olsak, hop, uchburchak BOA'miz to'g'ri burchakli, ya'ni to'g'ri burchakli. Demak, bu uchun bizda 12 ni kvadrati plus 5 plus 4 miz 9 ni kvadratdan ildiz chiqarsak, x ga teng bo'ladi. Ya'ni 144 qo'shilgan 81 ning ildizi
x barobar 15ligi kelib chiqadi. Eng birinchi aniqmas integralni hisoblang. Hop. Bunda ham d ni ichiga qanaqadir bitta funksiyani olib kirib ketishimiz kerak va bu bizga qulaylik olib kelishi kerak. Va mana bunday qilamiz. x ni 5-sini x ni kubi ko'paygan x kvadrat deb turib, x kvadratni d ni ichiga olib kirib ketamiz. Bunda x kub dx kub x kub y darajasi qolib ketdi. Y darajasi x kub d x ni kubi taqsim 3. Va 1 taqsim 3 ni oldiga chiqarib qo'ysak, 1 taqsim 3 integral x ni kubi y darajasida x kub d y darajasida x darajasida kub. X kubni t deb oladigan bo'lsak, ya'ni shu yerda x kubni t olsak, dx kubimiz ham d t ga teng bo'ladi. Va bundan ko'rinib turibdi. Integral t y darajasida t d t. Buni o'zini hisoblaymiz. Keyin oxirida 1 taqsim 3 ga ko'paytirib qo'yish esdan chiqmasin. Y darajasida yana d ni ichiga olib kiramiz. Unda integral t d y darajasida t bu barobar y darajasida t ko'paygan t minus integral y darajasida t d t barobar y darajasida t ko'paygan t minus y darajasida t. Va bu 1 taqsim 3 x ni kubi y darajasida x kub minus y darajasida x kub qo'shilgan qanaqadir s. Ya'ni o'zgarmas son. S ni tashqariga olib chiqib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni plus s kabi. Demak, javobi 1 taqsim 3 ga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, A javobga to'g'ri keladi.